Men Sabirov O'rolboyman. Fayzobod mahallasida yashayman. Bonus 4-uyda yashayman. Har yili naloglarni to'lab turardim. Bir yil shu mazam bo'lmay qoldi. Pensiyani pichib olib qo'ydim. Uni ham dori-darmonga ishlatib qo'ydim. Mana hozir o'zimizni xavotirmandan nalogdan kelgan ekan, shularga iltimos qildim. Har yili to'lab turardim lekin. Bir yil to'lalmadim dedim, yarim pulini to'layman deb pul yashirib qo'yilgan. Rostda endi bu keyin uni ham bo'lmay qoldi. Shunga bular yordam qilamiz, naqsa to'lashib yuboramiz deb qildi. Shularga rahmat. Endi iloji bo'lsa o'zlaring bir yordam qilib ketsalaring. Mana ko'rib turibsizlar sharoitni. Men ko'zimga ancha yil bo'ldi, lekin oqib kirib ketganda, shundan kuyib ketgan ekan. Vardı, tekshirdi, qildi, bo'lmadi. Ancha yil bo'lib ketdi endi. Hozir endi uni iloji yo'q narsani. Rahmat. Shu bugun mana Soliq inspeksiyasini zami shu naloklarim to'lab berishga kelibdi. Shunga rahmat, shunchalik hurmat qilib e'zozlab kelganiga. Endi Alloh ulardan rozi bo'lsin. Iloyim prezidentimiz omon bo'lsin, shunchalik yordam qilyapti. Shunisiga ham rahmat. Soliq inspeksiyasining boshlig'iga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men Xovos Soliq inspeksiyasi Qoraqo'rg'on mahallasi soliq inspektoriman. 15-oktyabr o'tishiga qaramasdan ayrim soliq qarzolariga to'lanmagan. Shuning uchun ayrim kamtabaning xonadoniga keldik. Bu Sobir O'rol aka xonadoni. 3-4 marta kelganman, imkoniyatlari bo'lmagan. O'zlari birinchi guruh nogironi, 3 ta farzand maktabda o'qiydi. Shuning uchun rahmat bilan kelishilgan holda o'zimiz qarzorni to'lab berdik.